Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar. Bugun ikkinchi modulning shaxsga yo'naltirilgan ta'lim turlari va texnologiyalar mavzusini ko'rib chiqamiz. Mavzumizning rejasi bilan tanishib chiqsak. Birinchisi, shaxsga yo'naltirilgan ta'limning asosiy tamoyillari va usullari. Ikkinchisi, shaxsga yo'naltirilgan ta'limda texnologiyalarning o'rni. Uchinchisi esa shaxsga yo'naltirilgan ta'limning foydalari va muammolari. Demak, shaxsga yo'naltirilgan ta'limning asosiy tamoyillari nimalardan iborat? Birinchisi, o'quvchilarning shaxs sifatida tushunish, ya'ni shaxsga yo'naltirilgan ta'lim bo'ldimi, birinchi o'rinda o'quvchilarni shaxs sifatida tushunish. Ya'ni maktabga kelgan o'quvchi faqatgina bilim olishdan emas, o'zining o'rganishlarining jarayonining mas'uliyatli yondashuvlar. Ikkinchisi, differensiya va moslashuvchanlik. Shaxsga yo'naltirilgan ta'limning eng katta bo'limi differensiya va moslashuvchanlik. Ya'ni differensiya deganda o'quvchilar o'rtasidagi qobiliyatlari, sharoitlari, ehtiyojlari va olish darajasiga ko'ra turlarga bo'linishi. Shunga ko'ra, differensiyani o'quvchilarni, ya'ni sinf xonasi asosida moslashtiramiz. Ya'ni sinfimizda 30 ta bola bo'lsa, ularning barchasida turli xil qobiliyatlar va turli xil ehtiyojlari va bilim olish saviyasi ham turli xil bo'ladi. Endi biz 45 daqiqa ichida 30 ta bolaga birdek individual bilim bera olmaymiz. Shunda biz o'quvchilar o'rtasidagi differensiyani moslashtiramiz. Ya'ni qobiliyatiga, qiziqishiga va olish darajasiga ko'ra ularni kichik guruhlarga bo'lamiz va sinfimizda berilgan darsliklarda berilgan topshiriqlarni shu guruhlar asosida topshiriqlarni bajartiramiz. Uchinchisi esa texnologiyalar va shaxsga yo'naltirilgan ta'lim. Zamonaviy dunyoni, hozirgi taraqqiyot etayotgan dunyoni texnologiyalarsiz tasavvur qila olmaymiz. O'quvchilarimiz ham, bolalarimiz ham hozirda o'z hayotini texnologiyalarsiz tasavvur qila olmaydi. Demak, shunday ekan biz shaxsga yo'naltirilgan ta'limda ularning qiziqishlari va ehtiyojlarini inobatga olgan holda texnologiyalardan foydalanishimiz kerak. Demak, to'rtinchisi, o'qituvchining roli va malakasi. Shaxsga yo'naltirilgan ta'limning o'qituvchining roli sezilarli darajada o'zgaradi. O'qituvchi nafaqat bilim beruvchi, balki o'quvchilarning rivojlanishi jarayonini yondosh yoki yo'l boshchi sifatida qarash mumkin. Beshinchisi esa shaxsga yo'naltirilgan ta'limning kelajagi. Demak, biz har bir o'quvchini shaxs sifatida tushunib, uning qobiliyatlarini rivojlantirsakkina, har bir o'quvchimizdan vatanimizga munosib yetuk shaxslar yetishib chiqadi. O'quvchilarning rivojlanishini yaxshilash. O'rganish sur'atini yaxshilash, o'quvchilarni o'rganish sur'ati va qobiliyatlarini yaxshilash. Ikkinchisi, o'quvchilarni yanada mustaqil va ijodiy fikrlashga rag'batlantirish. Uchinchisi, hamkorlik. O'quvchilarni o'zaro hamkorlikka undash. Ya'ni ularning qobiliyatini, turli xil qobiliyatga ega bo'lgan o'quvchilarni o'zaro hamkorlikka chorlash va oxirgisi motivatsiya. O'quvchilarning o'rganishga bo'lgan qiziqishlarini oshirishga yordam beradi. Shaxsga yo'naltirilgan ta'lim texnologiyalari. Birinchisi, demak biz aytganimizdek texnologiyalarsiz hozirgi hayotimizni tasavvur qila olmaymiz. Birinchi texnologiyalarning asosiy o'rni onlayn ta'lim, ya'ni o'quvchilarga o'z vaqtida va istalgan joyda o'rganish imkoniyatini taqdim etadi. Ikkinchisi esa onlayn ta'lim platformalari. O'quvchilarni o'z vaqtida va o'z tezligida o'rganish imkoniyatini taqdim etadi. Va keyingisi sun'iy intellekt. Ya'ni o'quvchilarning o'rganish usullari va ehtiyojlariga mos ravishda o'quv materiallarini avtomatik ravishda moslashtiradi. Va keyingisi shaxsiy ehtiyojlarga mos ta'lim materialini taqdim etish. Mavzumizning xulosa qismi sifatida shuni aytib o'tamizki, shaxsga yo'naltirilgan ta'limning asosiy foydasi o'quvchilarning motivatsiyasini oshiradi, ijodiy fikrlashni rivojlantiradi va o'zi mustaqil o'rganishni qo'llab-quvvatlaydi. Shularni inobatga olgan holda shaxsga yo'naltirilgan ta'lim o'quvchilarning nafaqat akademik qobiliyatlarini, balki ularda o'zlarida bo'lgan ijodiy fikrlashlarini ham rivojlantiradi.